Alkash erim jonimga tegdi. 15 yildan beri shu ahvol. Oldinlari ichib olib kelib meni urardi. Hozir bo'lsa moralni ezadi, pichoqsiz so'yadi. Ichib olib haqorat qilib, so'kib o'tiradi. Bitta ichishni boshlasa haftalab ichadi. Bir hafta uyimda bo'lsam, 3 hafta boshqa joyda yashayman. Erim ichishni boshlasa uydan ketaman. To ichishni to'xtatib, o'ziga kelmaguncha uyga qaytib bormayman. Agar ichkilik ichmasa, undan yaxshi odam yo'q. Lekin ichkilik ichsa, undan yomoni yo'q. Bolalarimiz ham katta bo'lyapti. Ularni uyli joyli qilish kerak, qizimizni uzatishimiz kerak. Lekin erim bu ahvolda bo'lsa, qanaqa qilib uzatamiz? Qizimni adasi alkash ekan deb kim oladi? Shularni o'ylab ezilib ketdim. Bolalarim bilan baxtli bitta uyda maza qilib yasholmayman. Necha marta erimni onkologiya больницалariga yotqizdim, lekin foydasi bo'lmadi. Chiqib kelgandan keyin bir oy o'tib baribir ichishni boshlaydi. Bu erim odam bo'lmadi, men baxtli bo'lmadim. Agar odamni o'zida bo'lmasa, hech qanaqa больница ham, dorilar ham yordam bermas ekan. Erimga Allohdan insof so'rab qolishdan boshqa choram yo'q. Juda ham ezilib ketdim. Hozir ham boshqa joydaman. Salkam bir haftadan beri erim ichishdan to'xtamadi. Bolalarimni bag'riga qaytib boraman deb kutib o'tiribman. Bunaqa holatda nima qilishim kerakligini ham bilmayman. Bolalarim bilan qolay, erim ichsa ham nima bo'pti, o'sha yerda yuraveray desam, ichib kelib, meni haqorat qilib, so'kib, asabimga tegani uchun ketib qolaman. Bunaqa narsalarni o'sha asabim ko'tara olmaydigan bo'lib qolgan. Hammasidan charchab ketdim. Iloyim erimga Alloh insof bersin deb yozib yuboribdilar bitta obunachim. O'zlari aytganlaridek, odamni o'zida bo'lmasa, doktorlar ham, dorilar ham, onkologiya больницалari ham hech qanaqa yordam bera olmaydi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa vaziyatda nima qilishlari kerak?